hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Ma'lum bo'ladi, ertangi videomizga turli xildagi 360 kerasiga burilgan salarkali va benzinli motorbolarimizga yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan kanalimizga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsizlar va kommentariyaga yozib omad so'zini yozsalaring. Keyingi chiqadigan videolarni to'liq va birinchilardan kuzatasizlar va meni ijodimga o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lsangiz, bu menga motivatsiya bo'ladi ekan. Bu sizlarda 1 sekundlik obuna va layklaring ekan. Yana kommentariyaga yozib omad so'zini yozishni unutmaydi ekan. Unda boshlaylik. Birinchi o'rinda 360 kerasiga buriladigan benzinli motorlarimizni ko'rishimiz mumkin. Motorlar 192 motorlar maslinli bo'ladi ekan. Ko'rish mumkin. Statorlar kattadan bo'ladi ekan va ham stator ham ruchnoy zavodit bo'ladi ekan. Vozdukhlari, vozdukhlari maslinli vozduklar ancha katta bo'lsa, maslinli vozduklar qo'yilgan ekan. Akkumulyatorlari katta, ko'rish mumkin. Ancha katta akkumulyator, Damas akkumulyator qo'yilgan, 10 quvvatli ekan. Ham stator ham ruchnoy zavodit bo'ladi. Mana bu yerda o'ngni boslang, o'ngga chapga boslang, chapga buriladigan xususiyatga ega karoseriyalar ham ancha katta qilib ishlangan ekan. Buni 5 qatorli frezalari ham bor ekan. Keyingisi salarkali burilmaydigandan ekan. Bu 360 kerasiga burilmaydigan 90 gradusli bo'ladi ekan. Bunda ko'rishlar 192F akkumulyatorlardan katta akkumulyatordan Damas akkumulyatordan bo'ladi ekan. Geliy akkumulyator va buni ham vozduklar maslinli. Mana bu yerga masla qo'yib buni ham motorga chang tuzoradi. Bu ham stator ham ruchnoy zavodit bo'ladi ekan. Balonlar 612 Cherokee balon bo'ladi ekan. Bunda ham 5 qatorli pechatli pichoqni qo'shib beramiz. Keyingisi aka salarkali 190 360 kerasiga buriladigan bo'ladi. Mana buni ham o'ngni boslang, o'ngga chapga boslang, chapga buriladi. Buni ham vozdukhlari maslinli ekan. Mana bu yozib qo'ygan 190F motor bilan. Balonlar 612 Cherokee balondan joylashgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Balonda o'rniga freza tushadi ekan. Bunda frezalar ham 5 qatorli bo'ladi. Bu ham kalit ham ruchnoy zavodit bo'ladi ekan. Ko'rish mumkin. Keyingisi 192 mana ko'rishingiz mumkin. 192F benzinli, bu 0 kerasi, ya'ni 360 kerasiga burilmaydigan. Buni ham vozduklar maslinli, ko'rishingiz mumkin. Vozdukka masla qo'yib qo'ying. Bu ham motorga chang tuzoradi. Ham stator ham ruchnoy zavodit bo'ladi ekan bu ham. Buni faralari 4 talik led faralardan qo'yilgan ekan. Statorlari ham bor ekan. O'zida zavodit bo'ladi. Bitta statorga 3 xil skorosti bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni oldinga ikkita, orqaga bitta. Buni ham motorlari maslinli bo'ladi. Kimga xuddi shunday motobollar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Agro texnik do'koni Marg'ilon shahri sentrida bo'ladi. Telefon nomerlar 92 68 bemalol aloqaga chiqib kelishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska va obuna. Sizdan chiqmasa kommentariyaga yozib, omad so'zini aytishni unutmaysiz. Joningiz sog' bo'lsin. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat.